York firmasının stabilizatorini test qilib ko'ramiz. Hozir unga kuchlanish beramiz lazer yordamida. Kuchlanish berildi 217 volt 220. 1,5 volt amper. Kuchlanish 100 voltdan. 260 voltgacha deyilgan. Kuchlanishini tushirib ko'ramiz. Kuchlanishni tushirganimizda ham stabil ishlab turibdi. 100 voltgacha deyilgan mana. 100 voltda ham ishlab turibdi. 100 voltdan pasayganda 190 voltgacha tushdi. 90 voltdan kamaygan desa past kuchlanish. Himoyaga o'tdi, o'chdi. Ko'taramiz. 100 volt ketganda 220 berib turibdi. Endi ko'tarib boramiz kuchlanishni. %268 volt berdik, lekin chiqishda bir xil 220 ishlab turibdi. Risk sakratganimizda ham qisman 220 ishlab turibdi. Yaxshi, menga ma'qul bu York firmasini stabilizatori. Faqat 100 voltgacha ushlab beryapti. Undan pastda tushyapti, yuqori kuchlanishda ham bir xil ushlab turibdi.